Olma sirkasini teringizdagi ko'plab muammolarga foydasi borligi haqida eshitganmisiz? Bu oddiy ko'rinadigan ichimlik aslida ichki tozalash orqali teringizni o'zgartiradigan tabiiy vosita hisoblanadi. Yuzingizga ugrilar chiqaversa, qora nuqtalar paydo bo'lib, po'ralaringiz ochilib, ko'p yog'lanayotgan bo'lsa, yuzingizda har xil xiraliklarni kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta bu ichki organlaringizni sizga berayotgan signal hisoblanadi. Ichiladigan olma sirkasi organizmda tozalaydi, ichaklar faoliyatini yaxshilaydi, yog'larda almashuvini tezlashtiradi va albatta ichki yallig'lanishlarni ham davolaydi. Buni natijasida yuzingizdagi ugri va toshmalar kamayadi. Teringiz tiniqlashadi, yog'li porlash yo'qoladi va albatta dog'lar asta-sekin ocharib, teringiz yaltirashni boshlaydi. Olma sirkasini qanday qilib ichish kerak? Albatta toza 5% shunaqa jigarrang ko'rinishga ega olma sirkadan yarim choy qoshiqda 1 stakan iliq suvga quyiladi va albatta tabga ko'ra asal qo'shishingiz mumkin. Ertalabda och qoringa ichib olinadi. Olma sirkasini ichish kimlarga man etiladi? Gastriti borlarga, oshqozonda yazvasi borlarga, buyragida toshi borlarga va albatta homilador emizikli ayollarga man etiladi. Teringizni va albatta organizmingizni doim parvarishlashingiz lozim bo'ladi. Shunda ichki va tashqi parvarish birdaniga kelsa, yuzingizdagi, teringizdagi barcha muammolardan xalos bo'lishingiz mumkin. Siz ham teringizdagi muammolarga ichki va tashqi yondashmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Sizga bergan ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini ezib, do'stlaringiz bilan ulashishni yoddan chiqarmang.